从小我就不太合群，没什么朋友，总是独来独往一个人，孤零零，孑然一身。我不想让别人发觉我的孤独，所以总是与手机作伴，假装我不屑与他们为伍，假装我有自己的朋友。实际上，我一个朋友都没有。Do'stishni xohlamsiz? Nimlar suda bu? Nimlar ketdi bu? Mat odam ahmoq bo'lgan 这种东西怎么可能交到朋友？Voy, men sizning paralel birga o'qiydigan savodoshingiz. Sizlarga adabiyot fakultetidagi Zubayda shu-ku. Ikkimiz savoddosh paralel birga o'qiymiz. Taniyolmadim, kechiring. Qarang, mana telefon nomerimni chiqarsam ham ikkimizning tunishadigan tunishmaydiganligi chiqadi. Qarang, telefon olishamiz. Mening telefon nomerim bisfiqa hozir chiqdi. 1339 29 49 91. Ha? Shumikan? Men Shumikan, men Nodira. Tonoza, Minoza, maktabni oshxonasi kirib, men mehmon qilib qo'yaylik. Ay Zubayda, Chenesani ko'rdingizmi? Qaysi kunga shoshib qolgan. Ko'rdingizmi Minoza? Biz qizlar bilan berib ko'rganda qarang. U kinoda birdan shug'laydi, birdan kuladi. Shug'layadi, miskan shug'laydi. Kuldimanda. 突然出现的这个人说自己是我的朋友，难不成是因为那个叫交友登录的软件？ Nadira bilan do'stishingiz utuqliq bo'ldi. Do'stligingizni saqlab qolamisiz yoki yuvitamsiz? Nadirani sho'xlibek eshib ketganmi qandoq? Bu qitim ham muloyim, yuvosh deb isbaqay. Muloyim, yuvosh. Yaxshimisiz? Sizni axir topdim. Topganligimdan baxush oldum. Nadira yo'qturdi-ku.这个人也太安静了吧，都不跟我说话。Bu qitimga ko'nglimgidek do'st topa olaman. 你还可以试试团队功能。 Bir qitimda shundacha qizlar bilan do'stlashib bo'lamdiki? Ben bu qitim 3 do'st tanlay, mijazi, umoq, sho'x, moda bo'lsin.
Unda emasda.3个朋友好像还是有点少了吧？哎，再多来几个吧，反正不要钱。这也太不可思议了吧！轻而易举，我就有了这么多的朋友。不过，娜迪拉去哪儿了呢？哎，算了算了，都已经删掉了，还提她干什么？喜欢就留下，不喜欢就删掉，就这么简单。Sizlar hozir yangidan chiqqan do'stlash detalni o'ynab boqdinglarmi? Yo'q. Bilmaymiz-ku qizlar. Bilmayotganmiz. Nima anglab boqmabdiganman? Ay odosh, u degan to'rbatlik odam oldi, shularni ishonma, unda ayollarga ishonma. Shunaqa. Odosh, voy odosh. Odosh xafa bo'lma. Odosh nima qilibsan seni? Otash xop bo'lmag'ina bo'ldi. Zubaydaning ko'ngli shunday yaxshi, bunda kichik ishdan qolib xop bo'lsa shundami qizlar? Shu. Otash xop bo'lmag'ina, shunday chiroyli bo'lib ketibsan bugun. Otash sen degan shunday chiroyli do'stdan qarab bugun hammamiz belgisin deb keldi xop bo'lmag'ina bular. Shu otash, oramizga bir tala ko'p qilsan sen shundami qizlar? Shundami o'sha xop bo'lmaydi. Do'stlarim bek chaqlab ketdim nima? Oyjon. Ozaysam bo'ldi. Mana do'stlarimiz.爱妃热嘛，这么贵的裙子弄脏了，有点讨厌，删掉吧。Ay, tutturuq. Voy, ergashman dedim voy. Voy, qancha qatim deyman, idorada kilovaman da. Nim bo'ldi sizga? Siz bak o'zgarib ketdingiz. Burun siz menga amraqdingiz, meni yaxshi ko'ratdingiz. Lekin hozir meni yaxshi ko'rmas bo'lib qolibsiz. Apa, bu tushni idora tomoq ekansiz, bu xizmatdoshlar oldida çok qolganda xijilayotganman apa. Ma'qul. Lekin akamay. 蕴含自然界强力抗老成分，猜不透年龄，看得到透能，与极致美丽的自己相约。奥格菲蚕丝蛋白净化面膜，爱妃热嘛，这么贵的裙子弄脏了，有点讨厌，删掉吧。
Gözüm.看到来历就觉得烦，索性把他也删了。Zübeyde çoğumuzdan mahcup oldu. Ben korkab ishlayaptim. Qachonmi biz ikkilar? Qo'rqma Adash. Bugun maktab ketdi, u cho'qim maktab ketadi. 这个也删了吧。 Ben korkab ishlayaptim. Qo'rqma Adash, men seni yaxshi qo'yib beraman. Sen birdek. Vay qizlar qaranglar, men Durbamba aka. Vuyo. Ha, kelinglar, tam ko'rimiz bulunlashdik. Va! Nim bo'ldinglar? Qizlar nim bo'ldinglar? Bir ish bo'ldimi? Merhaba Zulfiya. Gap qilinglar, nim bo'ldi sizlarga? Bir ish bo'lsa yuzturan deyishimiz deyishgan-ku. Danglar nim ish bo'ldi? Gap qilinglar. Bu demakchi dedim, quma qolqin. Meni ham soxtlik qilavergim kelmadi qizlar. Men de Zübeyde bilan do'st bo'lmayman. Quma! Ketaversin. U do'st bo'lmayman deganga meni do'stim kamlab qolmaydi. Bildim. Sizlar mendan zerikibsizlar. Zübeyde bek ashura aytdingiz. Bek shaxsiyatchilik qilyapsiz. Demak, menlar mendan zerikdinglar shundaymi? Yo'q, Zübeyde, men sizlar bilan yaqin do'st bo'lg'inman. Menimi shu bek do'st bo'lg'inman. Menimi sizlar bek do'st bo'lg'inman. Yolg'on. Hammalar meni aldayapsizlar. Hammalar yolg'onchilik qilyapsizlar. Zübeyde, yo'q, güvenmem.这是怎么了？怎么回事啊？他们人呢？都去哪儿了？我只是删了个朋友，他们怎么都不见了呀？人呢？都去哪儿了？没有，这个也没有，怎么这张也没有？怎么都不见了？怎么只剩我一个人了？ Asli do'stlashdik dale. Ben boshqalarni do'sti bo'laman. Demak, bu qizlarni deb do'st bo'lganman. Navbat ben boshqalarga yaxshi muomala qilamsam, demak mening aqoidim shu. Demak, mumkin-da.
tanıdınızmı? Yo, tanıyamdım. Ay, ben sizin edebiyat fakültetdeki savaşçınız. Ben sizi tanıyamdım. Ay, can, qarang, ikimiz bir-birimizga telefonimizni almashtirishgan, qarang, telefon chiqirgan. Ha. Mana men shu. Ha, sizmi? Ha, men shu. Ani tanıdınızmı? Ha, tanıdım. Qasqazlashdimi, tomoq yeb kelaylik. Ma'qul. Chiroq. Parvina, saqlab ketdingizlar, qaniysiz? Men manisi. Rahmat. Hayli ikimiz bilib berib kino ko'rib kelamiz. Ma'qul. Parvina, ikimiz mangimizda yaxshi do'st bo'lib ketamizmi? Albatta. Ben asli dostluğu bunda asan ustalaydı dep oylamaydım. Asli dostmak asanlıkla. Ben sizde oluyorum. Kanadaysınız. Ben şu narsani ishlatgan lekin do'stlarim tuyuqsizlar jiqayib ketdi. Nurg'un do'stlar bilan do'st bo'ldi. Shundan asonlar munosabatimiz yaxshi bo'lib ketdi. Lekin tuyuqsizlar namusni yo'qotib qo'ydi. Do'stimning qadriga yetmadi. Men ularni uch dunyoda yo'q qildim. Asli asonla erishgan narsani asonla yo'qotib qo'ydi ekan. Meni siz bilan ularga o'xshash bo'g'im yo'q. Meni siz bilan yaxshi do'stlardan bo'lib o'tgan bor, yaqin do'stim bo'lib o'tgan bor, biroq men qilolmadim. Sizga shunchalik yaxshi muomala qilib, siz bilan yiqilish, yaxshi do'stlardan bo'lib o'tay deb tirishdim. Tirishmoqdim, lekin men qilolmadim. Şu an kötürüm sizinle dost bulamayım. Doktor Zübeyde. Benim dostum yok Zübeyde. Ben şu aşinayı satılıp dost tapmak istedim. Belki biraz siz degandek asallam erişkan dost, asallam qo'ldan chiqishi mumkin. Siz degan bo'lsangiz, bu ishlarni qanday bo'lganini men bilmayman. Ben bu tanışık yapan birisinin ağızdan işte zirkişlik yapılanmışım. 从小我就不太合群，没什么朋友，总是独来独往一个人，孤零零，孑然一身。 Garib sonlarda muhabbet kuşu intayin kambag'al bir qush bilan intayin bir boy qushning juftlashidan paydo bo'ldi deb qaraydi. Natijada muhabbat dengiziga g'arq bo'lgan bir oshiq ba'zi o'zini dunyoda eng boy his qilsa, ba'zi o'zini hech narsa yo'qdek his qildi. Ammo do'stlik bunga o'xshamaydi. Do'stlik bir xil yuksaklik narsa. Ammo har qanday bir do'stlikda hasad xurishi, hasad elementi mavjud bo'ldi. Biz do'stlarimizni qo'rqmay maqtay olamiz. Ammo bizning oldimizda boshqa birisi do'stimizni maqtaganda biz xushal bo'lolmaymiz. Bearam bo'lamiz. Biz kishilar bizga qaragan sari, bizga diqqat qilgan sari o'zimizni bog'dek his qilamiz, hayotdek his qilamiz. Kishilar bizni nazardan saqit qilgan sari o'zimizni xuddi dunyoda yo'qdek his qilamiz, yolg'izdek his qilamiz. Filmdagi Zubayda hargizmi haqiqiy do'st izlamadi. O faqat o'zining mavjudligini, o'zining borliq tuyg'usini his qilish uchun uni kuzatib turadigan tomoshabinlarni izladi. Natijada o'zi bir bichora tomoshabinga aylanib qoldi. Esingizda bo'lsin. Atrofdagi do'stlaringiz bir bu sizning nuqsonlaringizning vakili, bir bu sizning ortiqchiligingizning vakili. Hamma odamning do'st bo'lgan odam hech kimning do'sti emas.
Qizlar saloni, Anaroyi saloni, TV Rasta, Etot saloni, Qashqar kino saloni, Istimal saloni, Kroran mashina klubi, Izzat saloni, Davrim saloni. Yuqorqi o'rinlardan boshqa yana alohida qo'lga o'rinlar, aynak ekrani, ko'rik ekrani, ko'znak ekrani, nur tori. Yuqorqi salonlarga alohida rahmat aytamiz.